Avtomobil yo'llari qo'mitasi huzuridagi Markaziy sinov laboratoriyasi tomonidan bugungi kunda qurilish obyektlarida bajarilayotgan ishlar va qolaversa laboratoriya xizmatlarini olib bormoqdamiz. Bugungi kunda obyektlarda asfaltobeton qoplamasi, qolaversa semento-beton qoplamalari, bundan tashqari inert materiallar va boshqa turdagi grunt ishlari laboratoriyasi faqat asfaltobeton qoplamalari bilan cheklanib qolmasdan, balki semento-beton, inert materiallar, grunt ishlari, beton bog'lovchi moddalar hamda yo'l qurilishida qo'llaniladigan boshqa turdagi materiallar bo'yicha ham keng ko'lamli sinov va tahlil ishlarini amalga oshiradi. Shuningdek, laboratoriya tekshiruvlari davomida qoplama va asos qatlamlarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan nuqsonlar va yoriqlar va asfaltobeton qoplamasida bo'lgan titilishlar, qatlamlar orasidagi bog'lanish sifatini, ichki bo'shliqni hamda zichlanish darajasini aniqlanadi. Laboratoriya sinovlari yakunlangandan so'ng 3 kun ish kunida sinov bayonnomalarini pudratchi tashkilotlarga taqdim etamiz. Ushbu sinov laboratoriya avtomobil yo'llari sifat nazoratini kuchaytirish, shuningdek, aholi uchun xavfsiz va uzoq muddatli yo'l infratuzilmasini ta'minlashga qaratilgan.